davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yupurilib kelib yetibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishtinglar, bir umr dag'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqubbay oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbeydirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. U bilan gaplarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yutib bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Ömür rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. U safardan qaytib kelibla Mollaji Turab bilan qadimaslarcha quchoqlashib, qubulxonada tong otqucha ahvollashdi. Suloli cheriklari Yoqub Begning o'limi, Oqsudagi xon talini, qonga bo'yalgan karvon to'g'risida hech qaysisi ig'iz ochmadi. Yo'l azobini tamoman unutib ketgan Niyoz Hekimbek yosh xotini Loli bibi bilan chala-puchuq ko'rishdida amir lashkarni yana chillab kelib, burutiga chalma tizg'ili turdi. Uningga Pah, amir lashkar degan o'zdirdek bo'lsa, Lola xonning deb berishicha, yurtni farosat bilan boshqarib, lashkarlarni qattiq mashq qilibdilar. Anglasam, ba'zi farg'onalik lashkarlar osmonda uchib ketayotgan sornimi etib tushira oladi ekan. Bir pashvo bilan 10 odamni tik mullaq otqiza oladi ekan. Bu rasmo janoblari, dedi. Hokimbekning gapini zo'q-sho'q bilan anglab o'ltirgan Mollaji Turab kuchli shamolga duch kelgan to'xu peyidek uchib ketdi. Va kerilib turib, "Ay, qizim Loli bebiza, dodisini shundoqmi kamsindirgan bormi? Yurtni boshqarishni boshqardik, lashkarni mashqqa soldik. Shu sababdan bo'lsa kerak, ba'zi farg'onalik lashkarlar shundoq margan bo'lib ketdiki, osmondagi sor oyoqda tursin, qushqoshnimi bir poy o'q bilan etib tushira oladi", dedi maqtinib. Niyoz Hekimbek kulimsirab, ko'zlarini bir qismi xumallashtirdi va beshini chayqab dedi: "Hey, toza ishongim kelmayotdi juma. Jahonda bundoq margan lashkarlarmi bormi? Boshmaltoqchilik qushqosh, yana kelib, u osmonning qarida desizlar. Buning ishonmaydigan nimasi bor janoblari? Daymina endi. Hey." Mollaji Turab to'rdan taygoqgacha va taygoqdan to'rgacha guz-guz dasab mengib chiqdi. Va tuyuqsiz aql topgandek Niyoz Hekimbekning oldida to'xtab dedi: "Hokimbek janoblari, ishonmisizlar, o'z ko'zlari bilan ko'rib, ondan bir nima desizlar qandoq? Bo'ldi, bog'lishili. Deganlari rost bo'lsa, amroq org'imiqimning mehrdan kashdim amisa." Maslahat shu yerda to'xtadi. Atsa atiganda quyosh ordu qubbisining ustiga qo'ngan chog'da jimi otliq piyoda lashkarlar ordu oldidagi keng saynoga hozir qilindi. Farg'onalik lashkarlar saynoning o'ng tarafida, 7 shaharlik lashkarlar so'l tarafida saf tuzdi. Ordu darvozasidan so'lat salobat bilan chiqib kelgan Niyoz Hekimbek sal egizgirak joylashtirilgan taxtda o'ltirib, xuddi chaqmoq tushgandek yo'rib turgan saynoga ko'z yugurdi. Sayna o'ttirsida Mollaji Turab uning ijozatini kutib turardi. Niyoz Hekimbek uningga qarab, "Qiyni amsa karomatingni ko'rsat" degandek ma'noda beshini lingshitdi. Mollaji Turab tuyuqi qizib ketgan org'amoqdek gidiyib, bir qo'lini beliga tiradi. Yana bir qo'lini pulanlatib turib, lashkarga o'lik ovoz bilan dedi: "Ey bahodir azimatlar, sizlarni hokim begimga osmonda uchayotgan qushqochni etib tushira oladi deb danglab berdim. Qani javob beringlar, bu rostmi?" "Rost." "Qani amsa, olim dahbishi Navruz marganlar maydonga tushib, hokimbek janoblari oldida karomatlarini ko'rsatsin. Bosh ustiga janoblari." Biri qo'noq shexidek egiz, biri ko'takdek pokar ishki lashkar farg'onliklarning sepidan ayrilib chiqdi-da, udul yurt kattalar oldiga kelib, egilib salom qildi.
keyniga yenib Saynaning o'ttirisiga berib to'xtadi. Ondan miltiqlarining qo'ndiqini yerga qo'yib, qaddini ruslab farmon kutib tik turdi. Qani etinglar. Mollaji Turobning buyrug'i bilan tang bir to'p oq kaptar lashkarlar orasidan qanot qoqqan peti osmonga ko'tarildi. Sayna osmonida to'liq bir oylanib chiqqan kaptarlar lashkarlarning bosh ustiga qaytib kelganda orqa-orqadan etilgan o'q ovoziga agishibla sepib chuvildi. Ajili to'shqan ikki oq kaptar pastga qarab mollaq otdi. Udul Niyaz Ekinbegning oldiga tushib qanotlarini polaqiltib birdan jon talashgandan keyin ondan jimib qoldi. Mollaji Turab marganlarga qo'l pulanglatib, "Yaraysizlar!" degenicha karomat ko'rgandek hongtong qolgan Niyaz Ekinbegning oldiga keldi. Uning oldida toza bir maqtanib oldi. "Hokim begim, lashkarlarimning marganligiga andig'u ishongandilar?" dedi u Niyaz Ekinbegga singoyan qarab. Niyaz Ekinbeg chavuk chalgan peti taxtdan tushib, Mollaji Turabni quchoqlab turib tabrikladi va qo'llarini chang siqib turib, "Amir lashkar janoblari, o'zlaridan yana bir o'tinishim bor edi. Bilmadim, deymi, demaymi?" dedi qo'ringan qiyofatda. Mollaji Turab Hokimbegning adab bilan takalluf qilayotganini sharaf deb bildimi yoki necha ming jup ko'z oldida uning o'tinishini qabul ko'rib yuz topmoqchi bo'ldimi? Mardlarcha maydisiga urib, "Qandoq o'tinishlar bo'lsa, davasizlar. Begim, qo'limdan keldiganligi ish bo'lsa, xizmatlariga tayyorman." Devidi bu gap Niyaz Ekinbegni qavatli xush qilyapti. Farg'onalik birodarlarimning marganligi kamina Hokimbegni rostilla hayron qoldirdi. Ushbu damda bu birodarlarning jonbozlik mahorati qandoqroq keyin degan bir savol ko'nglimda kezib yurdi. Voy, lashkarlarimni boshlab berib, shahar oladigan ishmikin debdiman, dedi Mollaji Turab va shu hamon lashkarlarga buyruq qildi. "Qur'onni tashla. 2dan sap bo'lib 30 qadam oldinga. Har biringning oldida birdan dushman, bozg'andek mushtiming bilan saynodan surib chiqa." Lashkarlar Amir lashkarining deganini qilib, miltiqlarini o'qi bilan, qilichlarini qini bilan turgan yeriga tashlab qo'yishdi-da, Niyaz Ekinbegning oldiroq kelib, so'qishga xo'rozladek tutish qilib turdi. Dal shu chog'da ular uxlasimu tushiga kirmaydigan bir ish yuz berdi. Niyaz Ekinbeg chinqilib turib birli yo'tilib edi. Bir kechidili o'zgirib Hokimbegga al bo'lgan yerlik lashkarlar bo'rondek bostirib kelib, qolaymaqon tashlanib yotgan qurol yarog'larni jangoldan o'tin targandek targili turdi. Saynaning kunpetish tarafidagi qo'yuq daraxtlikdan yo'lbostak etilib chiqqan yana bir bo'lik lashkar miltiq qilichlarining uchini bir-biri bilan bahramon mushlashayotgan jonboz lashkarning dumbisiga taqab ulgurdi. Xuddi cho'lda qolgan tanho yo'lovchidek tengirqab qolgan Mollaji Turab tutqun lashkarlar qatorida zindonga tashlangandilar. Ondan Hokimbegning qopqiniga tushganini bilib, lavlarini qattiq tishladi. Xotanda 10 necha yil davron surgan Mollaji Turab va uning lashkarlari quduqqa tushgan toshdek g'oyib bo'ldi. Ularning o'rnini keng qosqonliq egiz talpak, qora taglik chekman chopon kiygan yerlik lashkarlar egiladi. Xotan puhralari orasida "Xoqoni chin-cheriklari kelyotgudek. Dodimiz Allohga yetganmish" degandek mishmish paranglar xeyli kari tarqalib yurgan bir paytda sazgur ko'cha mirshatlari kiyib olgan jandi kulohi bilan musulmon sargardonlarga o'xshab ketadigan. Ammo qopoqlari qo'y o'tidek ko'kirib, ko'k munchoqdek sangilab turadigan. G'azir ko'z, panoq burun bir odamni tutib elishdi va o'z talabi bo'yicha Niyaz Ekinbegning oldiga akilishdi. Niyaz Ekinbeg bu tutqunni ko'ribla qattiq terikib ketdi. "Jahon ma'lumotdan bo'layotgan bir chaqda bu yerga kelganlari nemisi endi?" Niyaz Ekinbeg qalandar qiyofatida yasinib olgan qudolayni bir qarabli to'nib oldi va mirshab mahramlarni sirtqa chiqarib etib, ikkisi xoli qolgandila ondan eg'iz ochdi. "Kelmasam bo'lmadi begim. Bu boshqa, mana bu boshqa kun tushdi." Naqsini uqtirolmay qelishidan qo'rqdimu, qudolay so'zlab etib, kichik boladek beshini tutdi va ko'rsatkich barmoqi bilan osmonga ishorat qildi. "Qani so'zlasizlar, boshlariga zada qandoq kun tushdi?" "Qizimning eri, yo'q, qo'shbegi oliylari ko'rli tarafda o'lib ketdi." "Ha? Shundoq bo'ptimi texi? Ya'ni-chi? Cho'ng Bayzoda, Bek Qo'libek, o'ttiranchi Bayzoda Haq Qo'libekni o'ltiribdi.
Niyoz Sekinbekning quloqlari birer yot tevishni anglab qolgan sezgir otning quloqlaridek ding bo'ldi va oldirab so'radi. Bequlbek Haqqulbekni o'ltiribdi dedilarmi? Aksi insini o'ltiribdi degan nima gap u? Shuni demamdilar. Zaman oxir bo'lganda oti bolaga, og'i ini bir-biriga boqmaydigan bo'lib qoladi deyishdigan haqla. Balki rostli zaman oxiri bo'lsa kerak. Qani so'zlasizlar, bu ko'ngilsizlikning vaji nima ekan? Nima bo'lmoqchi edi? Adovat bo'lmamdi. Aslida Qulbek Bayzoda otaliq g'ozi oliylarining jasadini ilib Qashqar tarafga kelib o'tibdi ekan. U Qashqarga kelmasdilar. Qulbek Bayzoda oliylarining jasadini ilib Qashqarga ketdi. Uning niyati yomondek turdi. Podshoh bo'lib olishdan ogoh bo'lg'aylar degan bir noma Bek Qulbek Bayzodaning qo'liga yetib beribdi. Shuning bilan Cho'ng Bayzoda ko'rik degan yerigacha oldiga berib, Qulbekni etib tashlabdi. Anlig'anlarim mana mushu. Hey, bu bek yomon bo'pti-jimi? Araga adovat salgan kimkan u zodi? Mish-mish gaplarga qaraganda, bu tarafi texi noma'lummish. Bayzodaning qo'liga yetgan bu nomiga hech qanday muhr bisilmagan ekan. Ha, mundaq desizlar. Niyoz Sekinbekning yomg'irdan keyingi osmondek echilib ketgan chiroyiga qanoat kulkisi ulashdi. To'xtab tur. Yana birdam gap kisilib boqmaymanmi? Og'zidan to'kilgan axlat orasidan bir atal guhar tepilishi mumkin. deb o'ylagan Niyoz Sekinbek qudolayning og'zini ko'chirishga boshladi. Bayatin beshimga kun tushdi deganda qilyotidilg'u. O'lsa Bayzoda o'libdi. Biroq sizning boshlariga kun tushgini nimasi amdi? Xabar topdilimkin hokim begim. Cho'ng Bayzoda o'ttiranchi Bayzodani o'ltirayotgandan keyin darhol Umarqul Dodqoq boshliq 15 ming lashkarni oyoqqa turg'izib, Oqsuda podshoh bo'layotgan Hekimxon to'riga qarshi otlandi. Ular Oqsuning Yoydi degan yerda shunda qattiq urushdiki, oy hoy, nimisini deydilar. O'lgini o'ldi. O'lmay qolgan Hekimxon to'ra 5 ming lashkarni ilib Farg'ona tarafga qochib ketdi. Rost shundoq bo'ldimi? Yanicha yana Bek Qulbek Bayzoda Hekimxon to'rini qo'g'layotgandan keyin Oqsuga Abdurahmon Dodqoqni hokimbey qilib tayinlab, o'zi Qashqarga qaytib keldi. Bayzodaning qaytib kelishi bilan beshimga kun tushdi demoqchimi sizlar? Buni nima deb tushungulik amdi? Gapning cho'ngi amdi chiqdi hokim begim. Cho'ng Bayzoda bilan birga qaytgan pansotlarning qizimga dab berishcha, Suloli cheriklarimiz Urumchi tarafni qo'lga ilib, bu tarafdagi qarab surib o'tibdi-dak. O'zlariga ma'lum, Suloli cho'nglari dushmaniga al bo'lgan, xizmat qilgan odamni azaldan kechirgan emas. Qatmuqat muhosirda qilib, jon totliq tuyulganda, cheriklarim bilan birga boshqalarga bosh egibdiman. Badavlat oliylariga qizimni berib, to'pchi lashkarlarga sardor bo'ptiman. Agar u cheriklar kelib qolsa, faqat mushuning uchunli beshim ketidi. Shunga ularning oyog'i Qashqarga yetmasda o'zlarini panoh tortib kelishim. Sizlardan o'tinib qolay. Jini halqumiga kelib qolgan mendek bir qiyirga odatchilik qilg'aylar begim. Niyoz Sekinbek qudolayga kaynini qilib turib xiyol surishga boshladi. Deganlaring joyida qiydi tulka. Suloli katilari o'ziga osiylik qilgan odamini azaldan afu qilgan emas. Ashundaq osiylarni tutib berganlarni yenidan qo'g'lab boqqan emas. Qarab tur. Farg'onaliklarning amir lashkarlari, Xotandagi jimi yomon ishlarning egisi Mollaji Turabni, osiy cherikchi ambal, Yoqubbekning qiynotisi qudolayni tutib berdigan kishi mana men bo'laman. Oxirida Yoqubbekning zo'ri bilan hokimbek bo'lgan. Lekin Yoqubbekdan 10 yillab sir yushirib, qaqonimizni, manju katillarini kech-kunduz yod etgan bir dilliq, sadoqatman azimatmi men bo'lib chiqaman. Ular tozkorlik qilganing uchun seni ayblashidi-da, yo toifaga bosh egishdan nomus qilib, suloli uchun jon pido qilgan vafodor dungdorinni va uning urug' avlodini asga ilishidi. Qarab tur. Uning bu dunyoda omon qolgan birdan-bir ma'naviy merosxo'ri, yanila men Doniyaz bo'lib chiqaman. Keyin sen la'nat nafrat qaynimiga g'arq bo'lasan. Mollaji Turab bo'lsa, jallod oldida o'zini ko'rdi. Xo'ja akancha, u parqirab turgan ko'ni salohiyat va yangi to'pisining yo'l boshlashi bilan 7 shaharning, hech bo'lmaganda Qashqariyning hokimbeklik, yoq, xon ambolliq taxtiga ulashidi. Ro'ying ko'rib qoludiki, vaqt 10 necha yillik tarixni
pak unutuldurdi. Yana bir yangi podshohning qorisi ko'ringuncha Dongniyaz bo'p hukm surayverdi. Qudalay Niyaz Hekimbekning nimalarni o'ylayotganini va qandoq cho't so'qiyotganini zodi bilmaydi. Lekin uning chiroyidagi tamkinlik, beg'amlik va kulgi alomatlarini aniq ko'rib turadi. Uning kulgisini Qudalay meni maza qilyotidi deb tushandi bo'lg'ay, o'zlarining o'xshash taqdirga duch kelayotganini aslatib qo'yish g'arazida uni cho'chitkida xabardan birini o'tirib otdi. Hokim begim, o'zlarining yaqindan bo'yanqi ba'zi ishlarining Bekqulbekning quloqiga yetib borganliklaridan xabarlari yo'q-ku deyman, dedi Qudalay parvosiz holda. Uning bu gapi Niyaz Hekimbekni sherin tushdan uyg'otibdi. U: "Ha? Nima dedilar? Bekqulbekning quloqiga yetgan nimishkan u? Nimish bo'libdi? Farg'onliklarni ordin ko'tarayotganliklaricha. Buni kimdan angladilar? Bu qiyritilka Bekqulbekning odami bo'lib qolmasin yana." degan bir o'y Niyaz Hekimbekning qalbisida ushtumtut paydo bo'lib qoldi va bu gumon uni birdilla sergaklashtiribdi. Qudalay mug'ambarlarcha ohangda javob berdi. "Bizni qopoqtab chog'lamizlar hokim begim. Orda ichida ancha-muncha ulfatlarimizning borligi sizlarga ayon. Ba'zi gaplar quloqimizga kiribmi qoladi dexe." Niyaz Hekimbek zo'rmuzur kulimsirab Qudalayga udul o'ltirdi va muloyimlik bilan: "Nimalar degan bilan, sizlar biz taqdir arg'amchisining ikki beshig'i bog'langan odamlar. Shundoq ekan, bir-birimizga yor yo'lak bo'lmoqimiz kerak. Farg'onaliklarga kelsak, sizlarga oydin. Ulardan omad qochdi. Bekqulbek bu yerdagi yurtdoshlarga ko'ngil bo'lib bo'g'icha jahonda nima ishlar yuz beradi. Buni Xudodan o'zga hech kim bilmaydi." "Bu nima deganlari? Begim, haq nima ko'yda, sizlar nima ko'yda? Bekqulbekning oldi bilan Niyoz Hekimbekni adablab bo'lib, ondan manjular bilan urushiman deganni odamlarim o'z quloq bilan anglabdi. U shundoq debdimi? Kamillari obdan bilaman, u qilaman deganni qilmay qo'ymaydigan odam. Bu tarafga kelib qolsa, uning bilan urushqanning foydasi yo'q. Kamillarining bu yerga kelishidan maqsadmi Bekqulbekning oyig'i yetguncha bor maslahat ish qilib, jonni qutuldirishning amalini qilish edi. Qudalayning og'zidan soat chiqqandekli ish bo'ldi. G'azablangan Bekqulbek Jamodar Dodxoh, Olimboy Ponsod qatorliq bir qancha amir lashkar va 25 ming kishilik zo'r qo'shinni boshlab, Yakan orqali kelib, Xotan ziminiga qadam qo'ydi. Dadasining udumini tutib, zaviga o'rinlashdi. Qichish hozirligini qilib olgudek vaqt chiqarishni ko'zlagan Niyaz Hekimbek 10 mingcha vaqtlik lashkar 30 ming tutqun cho'moqchi bilan zaviga kelib, Bekqulbekning oldini to'sdi. Top zambiraklarning gumbirlishi yarim kunga so'zilmadi. Urushda Bekqulbek g'olib keldi. Niyaz Hekimbek oltin kumushlarning oz bir bo'lagini ot qichirlarga yukladi. Chambarchas bog'langan mullaji Turab bilan heliqi suhbatdan keyinla nazarband qilingan Qudalayni lashkarlarning etig'i mingashtirib, ne tarafga qarab quyruqini xoda qildi. 48-bob do'st kim, dushman kim? Milodiya 1877-yili daraxt yo'pirmoqlari och holrangga kirgan bosh kuz kunlarida general Tangrinxi ozg'ini xillangan cheriklarini boshlab To'qsun qal'asidan chiqib keldida Subesi, Oyg'ir buloq degan yerlarni bir hujum bilan qo'lga kirgizdi. Alloh azal bir hafta o'tgandan keyin Dongfushang va uning qo'l ostidagi 1500 zabardast cherik Toqir tog'larning orasidan yetib kelib, Tangrinxi cheriklarining kuchini so'raydi. Cho'ng kichik ota-mollardan ayrilib, egisiz, sardorsiz qolgan Farg'onalik lashkarlarning tog' orasidagi xandak potaylarni tashlab janubga qarab badar qaytishi general Liujantang uchun shundoq bir atliq fursatni yoritib berdiki, u hech ishkilanmayla umumiy hujum buyrug'ini tushirdi. 10-oyning 9-kuni ikki tarafdan qopsab kelgan 15 mingchi cherik Ko'rli shaharga ombursimon ataka boshladi. Ko'rli shaharni qo'g'dab yotgan Hojibek o'zg'ini lashkar bilan oncha-muncha tirkashgan bo'lsa-mu, lekin osonli bal qo'yibdi. Va shimol-janub bo'g'izidagi bu muhim shaharni shu kunila qo'ldan berib qo'ydi. Tik-tok jirosidan tushayotgan, sal suratida siljayotgan Liujantang qo'shinlari
bügür, kuchalarni sur to'qay qilib, O'ygan daryosida muz qatgan kunlarda Udul boyga kelib tushdi. Ikki g'olib qo'shin ana shu yerda uchrashdida Texmu janubga, Oqsu, Qashqar tarafga ko'z tikdi. Xotandan Niyiga, Niyidan Charchan, Chaqiliq orqali Ko'rli shahriga tutishadigan uzun yo'l qushning qonatini, odamning oyog'ini sinaydigan mushaqqatlik va xatarlik musofa. Holbuki, yeshi 60larning qorasini olgan Niyaz Sekinbek ta Niyigacha qo'g'lab kelgan o'lim muakkilidan qutulib, tushidagi xiyoliy manzilga yetib olish uchun bu yo'lni tanlab olishga majbur bo'ldi. 10 jinining 9'i chiqib bo'lgan Mullaji Turab bilan qiyri qudalayni qo'yib turgandimu 20 necha kunlik mushkil safar uygi-uygilarini ajratib, ustixonlarini go'yo koni jinozadek chilaqshitibdi-yu, uning savdo iloji intilishini ojizlashtira olmadi. Shuncha uzoq safarda biror o'tangdimi qo'nib boqmadi. Uyqu bosgan chaqlaridimi faqat ot ustida mugdib oldi. Tizgin tutgan qo'li va chiroyi xuddi jigda qo'zqidek yerilib, yo qopqidek qordab ketdi. Chapoq bosgan ko'zlari yengli to'shkidek kichiklab ketdi. Shundaqdimi u qadimi eg'ir karavon va jumladek o'milishib kelayotgan lashkarlarning eng oldida meng'iverdi. Biroq betalay suvga chiqsa qopiqqa sunibdi degandek Niyaz Sekinbekning Ko'rli darvozasidan kirib kelgan vaqti dal suloli kotlarining Ko'rlidan chiqib ketgan paytiga to'g'ri kelib qoldi. Bu kelishmaslik sababidan putquli bo'shishib, teniga titrak o'lashdi. Safar xorduqi birdilla o'zini ko'rsatdi. Planimni buzib etganmi? Ishimga to'pi chashqanmi? Oshu o'lgir bek qo'li bek. U niyatida 4 kun avara qilmagan bo'lsa, bu yerga 4 kun burun yetib kelmasmiydim. Mana endi ular ketib qopti. Ko'p o'tmay Xotangimi yetib bordi. Biroq ularni Xotan shahriga o'z oyog'im bilan boshlab kirmasam, mening yana qanchalik qimmatim qoladi. Yana kelib, qiyri qudalayning ati o'girligila qoldi. Uni manju kattalarga tirik biti topshirib, rahmatini elish, sadoqat bildirish kerak edi-ku. Yo'q. Bu nas bosgan shaharda bir kunmi ortiq turmaslik kerak. Ularni qo'g'lab yetib, Xotanga dag'dug'i bilan boshlab kirmak lozim. Mubodo to'ydan keyin nag'ra, oshdan keyin zag'ra degandek ish bo'lib qolsa, chekkan jafolarimning, ixlos aqidamning hammasi bir pul bo'ladi. Niyaz Sekinbek bir kechilik qo'nalg'u izlab saroy qatirib yurganda kimdir biri uni tunib qoldi. Bu Yoqubbek bilan birga yuradigan Herqi Hokimbek-ku. Uning endi uzun choch qo'yib, manjuju ustibosh kiyib olgan nimasi? Degenicha Udul hokimning oldiga chapdi. Xeyli ko'p yasovuli bor bu g'ayriy odamning manju cheriklarining qo'liga o'tganiga texi 10 necha kunli bo'lgan bu shaharda tuyuqsiz paydo bo'lib qelishi shahar hokimini mu oldirtib qo'ydi. Hokim: "O'pchil bir fursatda uni tutinglar. Yasovullarni qurolsizlantirib sulab qo'yinglar. Tegitakni o'zim aniqlayman. Har ehtimolga qarshi uningga siliqroq muomalada bo'linglar," deb jekilidi qo'riqchi yasovullarga. Shuning bilan Bahromin uxlayotgan Niyaz Sekinbek va uning yasovullari yarim kechida Ko'rli yasovullarining qo'liga tushib qoldi. Besham yasovullar ularni qo'y haydagandek haydab kelib, shahar hokimining sulaxxonasiga qamab qo'yishdi. Ansizlik bilan to'lgan bir kecha umidsizlikka to'lgan yana bir tongga ulashdi. Odamlardan ayirib nazarband qilingan Niyaz Sekinbek turayotgan uyning 4 temiga shundoq bir qarabla butda qetib qoldi. Xudoya tova, jahonda mushundaqmi g'alatilik bo'lamdi? Men yotgan bu uy dal Yoqubbek jon bergan Heliqi xona emasmi? Niyaz Sekinbekning ko'zlari xato ko'rmagan edi. Taqdirning chaqchiqimi yoki Tangrining jazosimi ish qilib u rostla Yoqubbekjon o'zgan ajoyib maxfiyatliklar ko'milgan mushu sirli xonada mahkumlarcha qomilib yotadi. Odam ko'ziga o'xshash yumaloq naqshlar bilan to'lgan to'nishtom, Azroilning og'zidek echilgan tekchilar buningga shahid edi. Niyaz Sekinbek nagdir yo'qolgan uy besotlaridan boshqa hamma nemsi o'ziga tonishliq bo'lgan bu xonaga qaragan seri o'zini yo'riq dunyoda emas, balki go'r ichida turayotgandek his qilg'ili turdi. Qil bilan esilgan tugman teshidek sangilib turgan eg'ir to'rus osta-osta gumurlayotgandek.
Tomlarga jon kirib, to'rt tarafdan qistab kelayotgandek vahima ichida qoldi. Tekchilarning girvaklari qonsirg'an lavlardek midirlab, motam naqsi tovlashga boshladi. Ey sat arvoh, menga yaqinlashma. Ajal sharbati to'shtirilgan joningni nera akat? Nera akat? Mening uni ishkim yo'q. Mening o'lgim yo'q. U yiliqi supi ustida pollida paydo bo'lib, ko'zlari tom to'shkida qaytib qolgan ajoyib bir maxluqni ko'rdi. Go'shtlari chirib ketgan uzun barmoqlari orasida bir jamni ko'tarib, o'ziga yaqinlab kelayotgan o'sha maxluqqa qarab, jinining boricha chalvoqidi. Biroq bu ko'zlar buningdan qo'rqib qolmadi. Aksicha, to'satdan zuvonga keldi. Bir g'irish uzrab ketgan tishlari orasidan vahimalik bir sado etilib chiqdi. Ishkim yo'q davotamsan? Yo'q. Sen ishsan. Balki ishmay qolmaysan. Mana al. Bu jonni sana akeldim. Telikingni bajo keltirdim. Nesivangni ishchivat. Ishchivat. Ishmayman. Nima qilsam qil. Uni ishmayman. Niyoz Sekinbek olqonlar bilan ko'zini etib oldi. Varqirmoqchi, sherif shaytonni chaqirib, bu och arvohni haydab etmoqchi bo'ldi. Biroq tili duoyi band qilingandek harakatga kelmadi. Ishdan qo'rqgan divondek tugilib, qorong'u burjakka tiqildi. Tarlab, yunda ozg'ilig'i tushib ketgan qorg'u kuchukdek suv ichida qoldi. Niyoz Sekinbek ko'rganining o'ngi yoki tushi ishkanligiga kesib bir nima deyolmasimi, lekin nas bosgan bu shahar uni rostila zeriktirdi. Janub tarafda tabassum qilib turgan shafaat elchisi uni yana bir martam yeniga chaqirdi. U qayta boshqa turib, "Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon" debdikan. Hozircha akelgan bir bo'lak mol dunyoni kerak bo'lsa, butkul karvonimni sho'ng'itib bo'lsa-mu, bu yerdan ketib olay. Vaqti kelganda suloli qatillarga o'zlariga atab elib kelgan mol dunyoni palonchi tortib oldi deb, birga 10 ni qo'shib qaytirib olmam deman. degan yerga keldi. Sallisining qaytida e'tiborlab saqlab kelgan bir parcha qog'oz ushtumtut yodidan kechganda bo'lsa, halokat dengizidan qutulib, hayotlik qirg'iqiga chiqib qolgandekla yayrab ketdi. Ko'zinglar bo'lsa, mana buningga obdonroq qarab beqinglar. Xo'ja akanlarga hurmatsizlik qilganlarning jazosini tortisizlar texi, dedi. Shahar hokimi tumishqini o'rib soqolini o'ynab turgan Niyoz Sekinbekka mansitmagan nazar bilan qarab qo'ydi. Va qog'ozni elib birli silkib edi, mo'y qalam bilan ratli qilib yozilgan tikqurlar ko'z oldida oshkora bo'ldi. Xatning bosh qurlarini o'qib yetib, hokimning ko'zlari aloq-jaloq bo'lg'ili turdi. Og'zining shakli o'zgardi. Tovoqqa tashlangan temir saqidek pildirlayotgan ko'z qarchuqi oxirgi 3 harf ustida to'xtaganda bo'lsa, Niyoz Sekinbekka yig'lamsirgandek ohangda: "Man o'lay. Ko'zim turib, cho'ng'amning yiqinni tunamagan gunohim uchun 10 ming qitim o'lay." dedi u o'zini ayblab. Bu olam sababning olimi degandek, quv tulka bir sabab qilib to'zoqdan qutuldi. Qutuldila emas, balki to'zoqni billa ap qochdi. Shu kuni Ko'rli hokimi huzuridagi mo'l ziyofatdan keyin Niyoz Sekinbek yasovul va mol dunyolarini elib bosh agim jiliqsiga kirib ketdi. Urushning istitaklari va puruq yedi tarqilib ketmagan bir muncha yurtni oralab o'tdi. Ishtiqolgan qalandardek oldirishlik bilan Oqsuv shahriga kelib oldida, bu yerda Qashqar tarafga ketayotgan suloli qatillarning didorini ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Suloli qatillari Oqsuvga kelibla o'tar yo'lidagi putli qashonlarni shafqatsizlarcha supurib tashlab, ko'cha-ko'ylarni, yezi qishloqlarni tezlik bilan o'ziga qaram qildi. Joy-joylarda odam turg'izib, puhra avomni tartibga chaqirdi. O'lja g'animat bilan oziq to'likini g'amlab olgandan keyin Yoqub Begning Oqsuv daryosi bo'yida qad ko'tarib turgan ko'ni ordisini yer bilan yakson qilib-da, olqini qichishib turgan zabardast sheriklarini Qashqar yo'liga otlantirdi. O'zlari bo'lsa, g'ul qo'shin qo'zg'alg'ucha cho'ldarab xarobalikka oyilmay deb qolgan ko'ni xon ombol mahkamasiga kelib joylashdi-da, toshlanib qolgan xonlardagi o'mchik to'rlarni, to'p-to'zonlarni tozalab, hammani sulol qoidasi bo'yicha jabdib, ko'ni rasm iziga soldi. Niyoz Sekinbek mahkama darvozasiga 20 qadam qolgan yerga kelib, birinchi qorovuldilar etidan tushdi.
etining chulurini sherib shaytonga topshirdi. Darvoza oldiga kelib, no'g'uchqa o'xshab ketadigan qirmi kaltakni qo'liga oldida yog'och oyoqqa joylashtirilgan yo'g'on qizil dumboqni kuch bilan urg'ili turdi. Dumboq 4-5 qitim urilmayla qora sirliq darvozadan beshiga qubuliq to'mir bök. Uchsiga zanjirlik kolti chapan kiygan martabalik bir cherik qilichini pulinglatgan peyti chiqib keldi. Darvozaga qarab ko'zi teshilgidek bo'lgan Niyoz Hekimbekning nom amilini so'rab olgandan keyin yana kirib ketdi. Uzoq o'tmay mansabdor siyoqidagi yana bir kishi chiqib, uni kattalarning ijozati bilan muborakladi. Doniyaz janoblari keldi! deb varqirdi jakarchi mansabdori xo'roz chillagandek chirqiroq ovoz bilan. Niyoz Hekimbek chekisida martaba belgisi parqirab turgan qora o'tig'atini qayta bir qitim to'g'rilab kiyib, o'shqig'icha tushadigan havorang gullik durdun parijisining yoqasini tuzashtirib oldi. Titrab turgan lavlarni bo'sh tishlab qo'yib, salmoq qadamlar bilan divon tarafga mangdi. Dahlizda nayzlarini, oypoltilarni tiklab, bir-birining ko'ziga tikilib, qiytib turgan ishkirat yasovul orasidan o'tdi. Urush mezgili bo'lg'achqamu, odatdagi cheriklardek to'mir bök, zanjirlik chapon kiyib, yosida kursida so'lat bilan o'ltirgan cho'ng sarkardani ko'ribla chiptida to'xtadi. Qaddini ruslab, parijisining kang va uzun yanglarini poq-poq qilib qiqivatdi. Chabdaslik bilan engishib, parijisining oldi beshini ishga qo'llab ko'tirib qo'ydi va qizil gilam ustiga do'kkida tizlandi. Muhtaram sarkarda janoblari, Yakan shahrining 13 yil burunqi 5-jarikilik ishq og'isi, diyonatlik cherikchi Ambal Dongdorining o'g'li Kamini Doniyaz hazratlariga bosh o'raman, dedi va 3 qitim ta'zim bajo keltirdi. Cho'ng sarkarda uzoq yillik urush o'tlarida tovlanib, chiroyi suyiga qongan qurishdek qoradab ketgan, kirpiksiz ko'zlaridan qat'iyat va ishonch to'kilib turadigan to'xtamliq odam edi. Yengidek tik va shalon soqol bosgan qovuzlari o'ltirishib ketgan bo'lsa-mu, lekin nepis lavlarda, ko'z jiyaklarida hammaga e'tiborsiz qaraydigan, hammani mansitmaydigan bir xil so'q kulimsirash qaytib qolgan edi. U qabul qoidalarini haqdoriga yetkazgan Niyoz Hekimbekning salimiga damonliqqa ifoda bildirmadi. Faqat miqidili kulimsirab qo'ydi. Beshini yerga tekkudek egib, dumbisini dum ko'mtirilgan tangnidek chiqirib ta'zim qilayotgan Niyoz Hekimbekka oz uchraydigan g'alati mahluqni tomosha qilgandek bir pas sapsilib chiqqandan keyin "Qaddingizni ruslang", dedi odatlanib ketgan talaffuz bilan. Niyoz Hekimbek beshini ko'tirib, cho'ng sarkardaga lop qilib qarab oldi va ikki qo'lini juplab, "Sarkardaga ko'p tashakkur", debla yana yanglarni qiqib etib, yonga o'tib qo'l bog'lab turdi. Cho'ng sarkarda nemish qudur kursidan tushib, divonni bir oylanib chiqdi. Niyoz Hekimbekning oldiga kelib, uni bo'ldi deguchi ko'zitib chiqdi. Ondan uningga iltifot ko'rsatib, 5-jarikilik ishq og'isi Doniyaz, sulolamizga ko'rsatgan burunqi sadoqatingiz va yangi himmatlaringiz Kamini sarkardaga oyondir. Qani so'zlang, huzurimizga yana qandoq yangiliklarni akeldingiz? dedi va qaytib berib kursiga o'ltirib oldi. Niyoz Hekimbek qo'ringandek bo'lib atrofga qarab qo'ydi. Uning ko'nglidagini tushungan cho'ng sarkarda tumshiqi bilan ishora qilib, ishki yasovuldan o'zga hamma mahram Mirzo qo'riqchilarni divondan chiqarib va qani so'zlang degandek uningga tikildi. Niyoz Hekimbek shu zamon zuvonga keldi. Hazratlari, o'zlari bilan aloqa o'rnatgandan beri sulolamizga sadoqat va sarkardamga itoat yo'lini tutdim. Yiroq Xotan diyorini jidalxo'r parg'onliklardan xalos qilib, o'zlariga xush xabar yetkazmakka oldirdim. Ma'lum bo'lg'ayki, Xotan puhrolarining ulug' sulolamizga topshirishi zarur bo'lgan 12 yillik boj xirojni Kamini qullari yig'ib saqlab qo'ygan edim. Mana shu boj xirojning ozg'ini bir bo'ligi hazratlarining muborak nazrlariga qarashlik bo'lib, karvonsaroyda saqlaqliq turibdi. Boj xirojning ozg'ini bir bo'ligi dedingiz, Modong Niyoz. Hokimbek otgan birinchi pay o'q dal joyiga tegdi bo'lg'ay, cho'ng sarkardaning diqqati qo'zg'aldi. Qolg'ini qayada? U zodi qanchalik? Hazratlari, u boj xiroj bilan
bu 7 shaharga yetib kelgan Jimi suloli cheriklarini 1-2 yil boqqili bo'ladi. Lekin bu bojxarajning ko'pi Xotan shahrida qaror topgandir. Uning maxfiy joyi Tangrimdan o'zga bir qullariga oshkoridir. Agar qullarining beshi omon, yo'li ravon bo'lsa, bu haddi hisobsiz bojxaraj pat fursatda hazratlarga nasib bo'lg'usidir. Shug'inisi Niyoz Sekinbek sarkardini yor leviga qistamoqchi bo'lgandek tuyuqsiz to'xtab oldi. Qandoqdir bir gapni eg'izdan chiqarolmayotgandek yutilib qo'ydi. O'rnidan dasturib ketgan sarkarda chaddaslik bilan uning oldiga keldi va "Qandoq gapingiz bo'lsa, bemalol davring", dedi to'ngli qilib. Niyoz Sekinbek to'mirni qiziqida so'qish qaroriga kelib, marhum otam Dungdoribning o'rnida yaxshilik qilayotgan hazratlarining oldida o'tib deyishga nima haddim? Shug'inisi meni xatarga tavakkul qilib, sulolaga sodiq yuragimning cho'nqur yerida saqlab kelgan bu mol dunyo orqali qo'llarining pok ixlosi ayon bo'lar. Hazratlari bu ixlosining yuzini qilib xizmatlariga salar degan umidim bor edi, dedi maqsini chiroyli iboralar bilan bezab. Shundaqmi? Cho'ng sarkarda chilgidek yo'g'on mushtlarni beliga tirib, o'riq gavdasini sal keyniga tashlab, divan ichida juvoz kolisidek cho'rgiligili turdi. Turib to'xtab, to'ngliksiz to'risqa o'yilgan ajdaho suratiga tikilib xiyol surib oldi. Qo'shilnisni turib ko'zlarini yumdi. O'ziga o'zi pichirladi. Barmoqlarini besib nimalarnidir sanadi. Kimnidir chaqirmoqchi bo'lib tumshug'ini ushladi-yu, qo'lini birli silkib bo'ldi qilaverdi. O'yla sarkarda, o'yla. Eng yaxshisi telekimni bajo keltir. Ta'mimcha, sen aqlsiz odam emas. Muboda aqlsiz odam bo'lib qolsang, yo aqlsizlik qilsang, o'zingdan har vaqt hezi bo'l. Bo'lmasa, xot ko'chaga kirib qolasan. Men bo'lsam, tor bo'lsa-mu, bir yo'l tepib olaman-da, o'z manzilimga qarab ketayveraman. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Sizlarmi tamaka nasıl degandek narsalarga xumor bo'lib qolasizlar-ku. Mansab tutgan odammi mansabga xumor bo'lib qoladi. Bilasizlar, menda endi mansab yo'q. Sizlarga uni qil, buni qil desam anglamsizlar? Yo'q, anglamaysizlar. Behad mol dunyoni oldimga qo'yib, taqdirimga omad tiladim. Qaram qo'limdagi oldimga tushib, laqma cheriklarimni xotangacha boshlab keldim. Endi-chi qishimni berib qolsam, jannat degan yerning darvozasini qoqsam bo'lamdi. Yo'q. Jannatning darvozasini qiqib avara bo'lma, o'g'lim. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.